Shu Rossiya so'zi Nasiya so'zidan kelib chiqqanmi deymanda. Minochiyalarning puli Nasiyada, Nasiya qilganlar Rossiyada. Aka o'zbek tili boy til aka. Boy til. Ruschada ham o'zbekcha so'zlar ishlatadilar, o'zlari bilmaydi. Masalan, oddiygina molako degan so'z bor-ku. Aha, Sut. Molako so'zi ham o'zbekchadan olingan ekan. isbotlab beringchi. Bizning ota-bobolarimiz sigirni qo'lga urgatib sog'ib turganda ruslar kelgan. Aha, Sigirni ham tanimagan. Keyin ota-bobomizdan so'ragan. Bu nima deganda mol aka degan. Mol aka deganda ular ha molako degan ekan. O'zbekcha bu ham ekan. Saftirik so'zi ham o'zbekchadan kelib chiqqan ekanda. Saftirik? Aha. Qadim zamonda charchagan, ochqagan, bir ahvolga kelgan rus odamni bizni o'zbeklar topib olib, haligi o'risga choy ichirib, ovqatlantirib, o'ziga keltirib, o'risga qarab, "Zap, tirik qoldingda" degan. Ruslar ha, ertalabga ovqat zaftirik bo'lar ekan. Ana, o'zbek tili bag'oyat boy til aka. Shenoring. Ana, o'sha zaftirikka qo'shib pishlagan bergan, sir. Shiram bergan. Haligi sirni olib, ruslar yeb, vitaminiga tan berib, mazzasiga tan berib, mana shu ham o'zbekcha qana nima ekan deb o'ylanib, qanaqa pishirdilaring deganda, haligi pishirgan odam buni olasiz, sutni qaynatasiz, achitasiz, keyin deb tursa o'rnidaga, "Voy, aytma, bu sir bu" degan. Sir deganda ruslar sir degan ekan. Bu ham o'zbekchadan kelib chiqqan. Rus tilidagi bo'lichka so'zi ham o'zbekchadan kelib chiqqan ekanda. Bo'lichka. Haligi o'zbek xalq ertaklaridagi 3 og'ayni botirlar Rossiyaga borishgan. Rahmat. O'rislar bizni botirlarni hurmat qilib, non bilan, tuz bilan kutib olgan. Keyin to'ng'ich botir nonni olib, kenja botirga berib, bo'lichka degan. Üç kishi bo'lganda ular. Aka o'zbek tili bag'oyat boy til. Boy til. Ruslardagi mama so'zi ham o'zbekchadan olingan. Yo'q-e? Ruslar kelganda yosh go'dak bola ochiqib qolib, onasiga qarab, "Mamma deganda ruslar ona mama bo'lar ekan degan. Bu ham o'zbekchadan olingan.